ularni onalari oxiratlarni obod qilgin. Bir ekan mustazorilarni oxiratlarni. Aka-ukalar, Dilshodbek Musabekov, ya'ni dizayn jamoasining a'zosi olamdan o'tibdilar. Butun Xorazm muxlislari, undan tashqari O'zbekiston aholisi nomidan oila a'zolarini chuqur hamdardlik hamda ta'ziyamizni bildiramiz. Og'amizning ko'pchilik donilari butun umri insonlarga kulgu ulashish bilan o'tgan. Baribir ham O'zbekiston san'ati hamda kulgu shinavandalari uchun og'ir judolik. Nav bo'lgandan bir kam dunyo, bir kun bormiz, ertang yo'q. Xulosa joylari jannatdan bo'lsin. Kommentariyada haqqini qo'yamiz. Janozamni bulbul o'qsin. Qo'yib o'tgan umrim sharhini aytsin. Bardoshim haqida ash'or to'qsin. Mendan norozilar fikridan qaytsin. O'lsam, janozamni bulbul o'qsin. Aytolmay qolganim desin Allohga, salovatlar aytsin to'plab bor kuchin. Bilmagan bilganim desin Allohga. O'lsam, olov tanim muz bilan yuving, toki kafanlarim ketmasin kuyib. Yuvgach, yuragimga parcha muz qo'ying, boray huzuriga